Onajonim, jigar kasalligiga eng zo'r tabiiy yo'l bilan davolanishni nimani tavsiya qilasiz? O'zimda ham sinayotgan narsam eng yaxshisi mana shu rastaropsha urug'i. Rastaropsha urug'i jigar sirrozi, jigar yog' bosishi, o't tufagini dimlanishiga, sahrli diabetga ham yaxshi. Keyin sustavlarda shamollash, yallig'lanishlarga ham yaxshi foyda beradi. Rastaropshani solib, buni kukun holiga keltirib maydalab olamiz. Buni eng foydali joyi ustidagi mana bu qobig'ida. Buni damlab ichgandan ko'ra maydalasa juda yaxshi effekti bo'ladi. Mana qaranglar, mayda kukun holiga keladi. Buni bitta choy qoshig'ida olamiz. Hozirdagi maydalab ertalab kechqurun suv bilan ichib olinglar, dieta ham qilinglar.